Bugun men SSR davrida ish stajiga ega bo'lgan pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu mavzu oddiy ko'rinishi mumkin, lekin amalda ko'plab odamlarning pensiya miqdoriga, qo'shimcha to'lov olishiga yoki hujjatlarni qayta ko'rib chiqishiga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa 1970-1990 va 1990 yillar boshida ishlaganlar, kolxoz, sovxoz, zavod, korxona, tibbiyot, ta'lim, qurilish, transport yoki harbiy xizmat tizimida mehnat qilganlar bu videoni oxirigacha ko'rish kerak. Men sizga nima o'zgarganini, kimlar xavotir olish kerakligini, kimlar esa ortiqcha yugurib yurmasligi mumkinligini, qaysi hujjatlar kerak bo'lishini va eng muhimi, pensiya ishini qayta tekshirtirishda qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumot bir qarindoshingizga, qo'shningizga yoki ota-onangizga real foyda berishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqan vaqt o'zlarining barcha ish staji to'liq hisobga olingan deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda men ko'p marta shuni ko'rganman. Odam 35 yil ishlaganman deydi. Pensiya hujjatlarida esa 27 yil. 29 yil yoki 30 yil ko'rsatilgan bo'ladi. Sababi oddiy. Eski mehnat daftarchasida yozuv xira bo'lgan, muhr tushunarsiz bo'lgan, korxona nomi o'zgargan. Arxivda ma'lumot topilmagan yoki o'sha davrdagi ish haqi haqida spravka olinmagan. SSR davrida ish staji deganda faqat zavodda ishlagan yillarni tushunmaslik kerak. Bu davrda kolxozda mehnat qilganlar, sovxozda mavsumiy ishlaganlar, maktabda o'qituvchi bo'lganlar, poliklinikada hamshira bo'lganlar, temir yo'l, aloqa, pochta, qurilish tresti, paxta tozalash zavodi, qishloq xo'jaligi birlashmalari, iste'mol jamiyatlari, harbiy qismlar va boshqa ko'plab tashkilotlarda ishlaganlar ham kiradi. Muammo shundaki bu tashkilotlarning ko'p hozir yo'q, nomi o'zgargan yoki hujjatlari boshqa arxivga topshirilgan. Endi nima o'zgardi? So'nggi yillarda pensiya tizimida hujjatlarni elektronlashtirish, eski arxiv ma'lumotlarini aniqlashtirish, stajni tasdiqlash tartibini yaxshilash va ayrim hollarda pensiya ishlarini qayta ko'rib chiqish masalalari ko'proq kun tartibiga chiqmoqda. Bu pensionerlar uchun syurpriz bo'lishi mumkin. Chunki kimdir avval hisobga olinmagan util stajini topadi. Kimdir eski ish haqi spravkasini aniqlaydi. Yana kimdir noto'g'ri yozilgan familiya sababli hisobga olinmagan davrni tiklaydi. Natijada pensiya miqdori o'sishi yoki avvalgi davr bo'yicha qayta hisob kitob qilish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Lekin men darhol ogohlantiraman. Bu hamma pensionerning pensiyasi avtomatik ravishda oshadi degani emas. Eng katta xato ham shu yerda. Odamlar bir-biridan eshitadi, SSR davridagi staj uchun pul berilarkan, hamma ariza yozsin ekan. Aslida esa har bir ish individual ko'riladi. Qaysi yillarda ishlagansiz, hujjatingiz bormi? Staj avval pensiya ishiga kiritilganmi? Ish haqi hisobga olinganmi? Imtiyozli staj bormi? Mehnat daftarchasida xato bormi? Mana shu savollar muhim. Endi men masalani batafsil ochib beraman. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, SSR davridagi ish staji pensiya hisobida ahamiyatini yo'qotmagan. Agar odam o'sha davrda qonuniy ishlagan bo'lsa va buni hujjat bilan tasdiqlay olsa, bu davr pensiya stajiga kiritilishi kerak. Masalan, 1992 yildan 1990 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan ayolning 8 yillik staji oddiygina unutilib ketmasligi kerak. Agar mehnat daftarchasida yozuv bor, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan sanalar ko'rsatilgan bo'lsa, bu muhim dalil hisoblanadi. Ikkinchi narsa, faqat staj emas, ayrim hollarda o'sha davrdagi ish haqi ham muhim. Chunki pensiya miqdori hisoblanayotganda odamning ish staji bilan birga ma'lum davrdagi o'rtacha ish haqi ham ahamiyatli bo'ladi. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqanda eski ish haqi spravkasini topa olmagani uchun minimal yoki pastroq ko'rsatkich asosida pensiya olgan bo'lishi mumkin. Keyinroq arxivdan 1986, 1987, 1990 yillardagi oylik ma'lumotlari topilsa, pensiyani qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Bir erkak 1975 yildan 1995 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan. Pensiyaga chiqqanda mehnat daftarchasidagi ayrim yozuvlar noaniq bo'lgani uchun 5 yil staj hisobga olinmagan. U pensiyaga 30 yil staj bilan chiqqan deb rasmiylashtirilgan. Keyin farzandlari arxivga murojaat qiladi va 1980 yildan 1985 yilgacha bo'lgan ish buyrug'i, ish haqi vedomosi, lavozim ma'lumotlari topiladi. Natijada uning staji 35 yil deb tan olinishi mumkin.
Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Yana bir misol. Ayol kishi 1978 yildan 1911 yilgacha kolxozda ishlagan. Uning mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin kolxoz a'zosi sifatida bajargan ish kunlari. Mehnat normasi, mavsumiy davrlar alohida qayd etilgan. Pensiya tayinlanayotgan vaqtda bu ma'lumotlar to'liq olinmagan. U faqat 7 yil hisobga olingan deb o'ylaydi. Aslida esa hujjatlar to'g'ri yig'ilsa, 10 yoki 11 yil tasdiqlanishi mumkin. Qishloq joylarda bunday holatlar ko'p uchraydi. Chunki eski kolxoz hujjatlari ko'pincha tuman arxivida. Ba'zan fermer xo'jaligi merosxo'ri tashkilotida yoki hokimlikka topshirilgan fondlarda bo'ladi. 3-misolni o'qituvchilar bilan bog'layman. Masalan, bir ayol 1994 yildan 1992 yilgacha qishloq maktabida boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Keyin oilaviy sabab bilan boshqa tumanga ko'chgan. Mehnat daftarchasida maktab nomi qisqartma bilan yozilgan. Pensiya ishida esa o'sha maktab hozir boshqa nomda bo'lgani uchun ma'lumot to'liq aniqlanmagan. Agar xalq ta'limi bo'limi maktab arxivi yoki tuman arxividan buyruq nusxalari topilsa, staj qayta tasdiqlanishi mumkin. Bunday holatda faqat men ishlaganman deyish yetarli emas, lekin to'g'ri joyga yozilgan ariza ko'p narsani hal qiladi. Kimlar albatta e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda pensiya miqdori juda past chiqib qolgan, lekin o'zi uzoq yillar ishlagan pensionerlar. Agar siz 35 yoki 40 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiya hujjatlarida staj kam ko'rsatilgan bo'lsa, tekshirtirishga asos bor. Mehnat daftarchasida eski yozuvlar o'chib ketgan, muhrlar xira, tashkilot nomlari tushunarsiz bo'lganlar. 3-navbatda familiyasi o'zgargan ayollar, masalan, turmushga chiqqandan keyin familiyasi almashgan bo'lsa. Eski hujjatlardagi familiya va hozirgi pasportdagi familiya mos kelmasligi muammo tug'dirishi mumkin. 4-navbatda harbiy xizmat, zararli mehnat sharoiti, imtiyozli lavozim, shimoliy hududlar, og'ir sanoat, yer osti ishlari yoki sog'liq uchun xavfli ishlar bilan bog'liq davri bo'lganlar alohida e'tibor berishi kerak. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyaga chiqqanda barcha hujjatlaringiz to'liq topshirilgan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi hamma davrlar hisobga olingan bo'lsa, arxiv spravkalari pensiya ishida mavjud bo'lsa va pensiya miqdori allaqachon to'g'ri hisoblangan bo'lsa, unda faqat mish-mish sababli idoraga yugurish shart emas. Lekin men baribir bir marta o'z pensiya ishingizdagi staj qanday hisoblanganini tekshirtirishni foydali deb bilaman. Chunki odam ko'pincha pensiya miqdorini biladi, lekin uning ichida qaysi yillar hisobga olinganini bilmaydi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik sezmaydigan nozik joylar haqida gapiraman. Birinchi tuzoq, mehnat daftarchasida yozuv borligi har doim ham muammo yo'q degani emas. Agar yozuvda ishga qabul qilingan sana bor, lekin bo'shatilgan sana yo'q bo'lsa yoki buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa yoki tashkilot muhri noto'liq tushgan bo'lsa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bu adolatsizlikdek tuyuladi. Lekin amaliyotda hujjat aniq bo'lishi kerak. Ikkinchi tuzoq, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, odam arxiv yo'q deb o'ylab izlashni to'xtatadi. Masalan, avval raypo bo'lgan tashkilot, keyin iste'molchilar jamiyati. Keyin boshqa nom bilan yuritilgan bo'lishi mumkin. Zavod avval bir vazirlikka qaragan, keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin tugatilgan bo'lishi mumkin. Bu hujjat yo'q degani emas. Hujjatlar tuman arxivida, viloyat arxivida tugatilgan korxona hujjatlarini saqlovchi maxsus fondlarda yoki o'ris tashkilotda bo'lishi mumkin. 3-nozik masala ayollarning farzand parvarishi bilan bog'liq davrlari. Ko'p ayollar men o'sha yillarda uyda bola bilan o'tirganman, demak stajga kirmaydi deb o'ylaydi. Lekin qonunchilikda bolani parvarishlash davrlarining ayrimlari stajga kiritilishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud. Bunda farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat, ish joyidan ta'til haqidagi buyruq kabi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Bu masalada har bir davr alohida ko'riladi. 4-masala harbiy xizmat. Erkaklarning ko'pi 1970 yoki 1960 yillarda armiyada xizmat qilgan. Ba'zilar bu davr stajga kiritilmaganini bilmaydi. Agar harbiy bilet bor bo'lsa, unda chaqirilgan va bo'shatilgan sanalar ko'rsatilgan bo'lsa, bu davr pensiya hisobida muhim bo'lishi mumkin. Lekin harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, mudofaa ishlar bo'limi yoki tegishli arxiv orqali ma'lumot olish kerak bo'ladi. 5-masala, o'qish davri. Ayrim odamlar texnikum, institut yoki kasb-hunar bilim yurti o'qigan davrini ham
stajga qo'shish mumkin deb o'ylaydi. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. O'qish davrining pensiya stajga ta'siri turli davrlarda turlicha tartibga solingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun diplom borligi avtomatik ravishda hamma o'qish yillari stajga kiradi degani emas. Agar o'qish ishlab chiqarishdan ajralmagan holda bo'lgan bo'lsa, stipendiya, yo'llanma, ish joyidan yuborilganlik, amaliyot davri kabi hujjatlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. 6-tuzoq guvohlar bilan tasdiqlash masalasi. Ba'zi odamlar ikki odam guvoh bo'lsa hammasi hal bo'ladi deb o'ylaydi. Guvoh ko'rsatmasi ayrim hollarda yordam berishi mumkin, lekin bu asosiy va eng oson yo'l emas. Pensiya masalasida birinchi navbatda yozma hujjat. Mehnat daftarchasi, buyruq, ish haqi vedomosti, arxiv spravkasi, shaxsiy varaqa, kadrlar bo'limi hujjatlari muhim. Guvohlar esa odatda hujjat topilmaganda, qonunda ruxsat etilgan sharoitlarda va alohida tartibda ko'rib chiqiladi. 7-nozik joy, ish haqi spravkasidagi raqamlar SSR davridagi oyliklar hozirgi pulga o'xshamaydi. Masalan, 1985 yilda 1030 rubl, 2000 rubl yoki 300 rubl oylik olgan odamlar bo'lgan. Bu raqamlarni hozirgi so'm bilan oddiy ko'paytirib hisoblab bo'lmaydi. Pensiya organlari o'z tartibiga ko'ra davrlar, koeffitsiyentlar va belgilangan qoidalar asosida hisoblaydi. Shuning uchun kimdir men 2000 rubl olganman, demak pensiyam falon million bo'lishi kerak deb xulosa qilmasligi kerak. Asosiysi o'sha ish haqi rasmiy vedomasida ko'rsatilgan bo'lishi va belgilangan tartibda tasdiqlanishi kerak. 8-masala ortiqcha va'dalar beradigan vositachilar. Men pensionerlarga doim aytaman, kimdir menga pul bering. Men SSR stajingiz uchun katta qo'shimcha undirib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Qonuniy yo'l hujjat, ariza va rasmiy javob orqali bo'ladi. Hech kim sizga oldindan aniq miqdorda oshirishni kafolatlay olmaydi. Chunki pensiya ishi ko'rilmasdan, staj va ish haqi tekshirilmasdan bunday gap mas'uliyatsizlikdir. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avvalo, uyda bor hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya bo'yicha hujjatlar, pasport, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, diplom, eski maqtov yorliqlari, ish joyidan berilgan guvohnomalar, arxiv spravkalari, kasaba uyushmasi bileti, partiya bileti, eski hisob-kitob varaqalari bo'lsa, hammasini bir joyga qo'ying. Ba'zan odam kerak emas deb o'ylagan bitta eski qog'oz arxiv izlashda kalit bo'lib xizmat qiladi. Keyin mehnat daftarchasini sinchiklab ko'ring. Qaysi yillar bor, qaysi yillarda uzilish bor, qaysi tashkilot nomi tushunarsiz, qaysi muhr xira, qaysi yozuvda sana noto'g'ri ko'rsatilgan, shularni alohida yozib chiqing. Masalan, 1979 yil ishga kirgan, 1984 yil bo'shagan, keyin 1906 yil boshqa joyga kirgan bo'lsangiz, 1984-1996 oralig'i nima bo'lganini aniqlang. Ishsiz bo'lganmisiz? Bola parvarishidamisiz? Armiyadamisiz? O'qishdami? Mavsumiy ishda bo'lganmisiz? Buni hujjat bilan ko'rsatish kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli pensiya bo'limiga murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan ariza mazmuni oddiy bo'lishi kerak. Mening pensiya ishimda hisobga olingan ish staji va ish haqi davrlarini tekshirib berishingizni, SSR davridagi ishlagan yillarim to'liq inobatga olinmaganini ma'lum qilishingizni so'rayman. Arizada qaysi yillarda qayerda ishlaganingizni iloji boricha aniq yozing. Masalan, 1901 yil mart oyidan 1909 yil avgust oyigacha falon tumanidagi falon sovxozda traktorchi bo'lib ishlaganman yoki 1906 yildan 1990 yilgacha falon maktabda o'qituvchi bo'lganman. 4-qadam. Agar pensiya bo'limi arxiv spravkasi kerak desa, qayerga murojaat qilishni yozma ravishda so'rang. Og'zaki arxivga boring degan gap yetarli emas. Qaysi arxiv, qaysi korxona bo'lsa, qaysi fond, qaysi tashkilot orqali izlash kerakligini aniqlashtiring. Tuman davlat arxivi, viloyat arxivi, sobiq korxona joylashgan hudud hokimligi, tashkilotning voris korxonasi yoki soha boshqarmasi orqali ma'lumot topilishi mumkin. 5-qadam, arxivga ariza yozganda umumiy gap bilan cheklanib qolmang. Men ishlaganman, spravka bering deb yozish o'rniga aniq ma'lumot bering. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, o'sha davrdagi familiyangiz. Tashkilot nomi, lavozim, taxminiy ishga kirgan va chiqqan sanalar, bo'lim yoki brigada nomi, yashagan manzilingiz, agar bilsangiz, buyruq raqami yoki rahbarning ismi ham foydali.
Arxiv xodimi siz bergan ma'lumot asosida qidiradi. Ma'lumot qancha aniq bo'lsa, topish imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. 6-qadam, javobni albatta yozma oling. Agar hujjat topilmasa ham ma'lumot topilmadi degan rasmiy javob kerak bo'lishi mumkin. Chunki keyingi bosqichda boshqa arxivga, yuqori tashkilotga yoki zarur bo'lsa sudga murojaat qilishda avval qayerdan qanday javob olingani muhim bo'ladi. Og'zaki rad javobi bilan to'xtab qolmang. 7-qadam. Pensiya qayta hisoblanishi mumkin deb o'ylasangiz, arizangizda aynan qayta hisob-kitob qilishni so'rang. Faqat tekshirib bering demasdan, agar qo'shimcha tasdiqlangan staj yoki ish haqi pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish maqsadga muvofiq. Shunda murojaat mazmuni aniq bo'ladi. 8-qadam, hujjatlarni nusxa qilib topshiring. Asl nusxalarini esa ehtiyot qiling. Mehnat daftarchasi, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi kabi hujjatlar yo'qolsa, keyin ularni tiklash qiyin bo'lishi mumkin. Agar asl nusxa talab qilinsa, qabul qilib olgan xodimdan ro'yxat yoki tilxat oling. Qaysi hujjatni qachon, kimga topshirganingiz aniq bo'lsin. 9-qadam, agar rad javobi olsangiz, uni diqqat bilan o'qing. Rad javobida nima sabab ko'rsatilgan? Hujjat yetarli emasmi? Staj qonun bo'yicha kirmaydimi? Tashkilot tasdiqlanmadimi? Ish haqi ma'lumoti yaroqsizmi? Familiya mos kelmadimi? Sababni bilmasdan keyingi harakatni to'g'ri tanlab bo'lmaydi. Ba'zan bitta harf xatosi, masalan, Karimova o'rniga Karimova yozilgani sababli hujjat tan olinmay qolishi mumkin. Bunday holatda familiya bir shaxsga tegishli ekanini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar kerak bo'ladi. 10-qadam, zarur bo'lsa yuridik maslahat oling. Lekin men yana takrorlayman, avval rasmiy hujjatlarni yig'ing. Advokat yoki maslahatchi ham hujjatsiz mo'jiza qila olmaydi. Agar masala sudgacha bo'lsa, sud ham og'zaki gapga emas, dalilga qaraydi. Mehnat daftarchasi, arxiv javoblari, guvohnomalar, tashkilot ma'lumotlari, guvohlar, familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar birgalikda baholanadi. Men pensionerlarga yana bir amaliy maslahat beraman. Farzandlaringizdan yordam so'rashdan uyalmang. Ko'plab pensionerlar ariza yozish, elektron murojaat yuborish, arxiv manzilini topish, nusxa tayyorlash, navbatga yozilish kabi ishlarni qiyin deb biladi. Farzand yoki nabira bir kunda internet orqali arxiv manzilini topib, ariza zamonasini tayyorlab, hujjatlarni skaner qilib berishi mumkin. Bu oilaviy masala, chunki ota-onaning pensiyasi oshsa, bu butun oila uchun yengillik. Yana bir muhim jihat, vaqtni cho'zmang. Eski hujjatlar yildan yilga qiyinroq topiladi. Arxivlar saqlanadi, lekin ayrim korxona hujjatlari tartibsiz topshirilgan, ba'zilari shikastlangan, ba'zilari boshqa fondlarga aralashib ketgan bo'lishi mumkin. Bugun izlagan odam topishi mumkin bo'lgan ma'lumotni 5 yildan keyin topish qiyinlashishi ehtimoli bor. Shuning uchun ayniqsa 7 yoshdan oshgan pensionerlar, sog'lig'i sababli o'zi yurib murojaat qila olmaydiganlar bu ishni yaqinlari orqali boshlagani ma'qul. Men bugun sizga SSR davrida ish stajiga ega bo'lgan pensionerlar uchun eng muhim narsani tushuntirdim. Bu davrlar ko'p hollarda pensiya hisobida ahamiyatli bo'lishi mumkin, lekin hammasi hujjatga bog'liq. Syurpriz shundaki, ayrim odamlar avval hisobga olinmagan stajini yoki ish haqi ma'lumotini topib, pensiyasini qayta ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik sovg'a emas, bu hujjat, ariza, tekshiruv va rasmiy tartib orqali hal bo'ladigan masala. Agar siz yoki yaqinlaringiz 1970, 1900 Taksim yoki 1990 yillar boshida ishlagan bo'lsa, mehnat daftarchasini ochib ko'ring, stajni solishtiring, arxiv ma'lumotlarini izlang va pensiya bo'limidan yozma tushuntirish so'rang. Eng katta xato bu baribir foydasi yo'q deb qo'l siltash. Ikkinchi katta xato esa mish-mishga ishonib, hujjatsiz katta pul kutish. To'g'ri yo'l o'rtada. Aniq tekshirish, aniq hujjat, aniq ariza. Sizning oilangizda SSR davrida ishlagan pensioner bormi? Ularning staji to'liq hisobga olingan deb o'ylaysizmi yoki shubhangiz bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz va qarindoshlaringizga yuboring. Chunki ba'zan bitta to'g'ri maslahat pensionerning ko'p yillik mehnatini qayta tiklashga yordam beradi.